Yo, jigarlar, nima gap, zo'rmisizlar? Mana qaranglar, men kanalga signal bergandim. Mana bu zonalar biz uchun bay, asosiy bay zonalarni men kanalga tashlagandim mana. Mana risk qilgan joyim. Tepa mana. Asosiysi 88-87 deganman, tek profitimiz. 0,97 401 gacha chiqib beradi deganman. Bu mana. Asosiy tepa urildi, mana qaranglar o'zi. Tek profit urilgan. Qo'msizma. 97 gacha ham mana chiqib bergan. Mana endi bozorda ko'ramiz. Asosiy bay zonalar deb aytgan zona mana. Mana bu yerdan qarasangizlar, maksimal 75 man. 73 gacha deganman men. SL 10 pips qilib qo'yganman. Men bozor hali beri manipulyatsiyada yuribdi. Tek profitimni 3400 baribir bu zonaga chiqib berish kerak. Men sabr qilib turibman. Men bu yerda order hozir qilib ketgan, shu orderga tegib mana yana qaytib bayga asosda o'tilyapti. Jigarlar, kanallarga qo'shilib qo'ysizlar, har kuni live trade, короче, asosiy signallar faqat tek profitda. Oxirgi marta stop loss yeganim aniqini bilmayman. Sizlar o'zlaringiz ko'rib chiqingizlar. Keyin men bu narsaga ovoz berib qo'ysizlar. Har bitta ovoz berilgan, birinchi kub ovoz berilgandan boshlayman. Aniq va lo'nda va asosiy qilib tushuntirishga harakat qilaman shu mavzularni.